Do'st kim, dushman kim? Qanday farqlasa bo'ladi? Kimki sizga Allohni eslatsa, kimki sizga o'limni eslatsa, kimki sizga hammasi o'tib ketishini eslatsa, ana o'sha sizni do'stingiz bo'ladi. Kimki sizni ibodatdan chalg'itsa, kimki sizni o'limni yodingizdan chiqartirsa, o'yin kulgurga berdirtirsa, o'sha sizni dushmaningiz. Do'st sizni bu dunyodagina emas, narigi dunyoyingizni ham o'ylaydi. Do'st ko'ringan dushmaningiz, u balki o'zini dushman deb bilmas, sizni bu dunyoyingizni esdan chiqartirib yuboradi, u dunyoyingizni ham esdan chiqartirib yuboradi. Ya'ni sizni vazifangizni, kimligingizni esidan chiqartirayotgan odam dushmaningiz bo'ladi. Sizni har kuni vazifangizni, kimligingizni eslatib turadigan odam do'stingiz bo'ladi. Farq shunda, juda oson farq deysiz. Ya'niki, oddiyrog'ini qilib aytaman. Ketdik do'stim, masjidga boraylik, namoz o'qib olaylik degan do'st. Ketdik do'stim, kompyuterxonaga kirib chiqaylik. Maza qilib o'tirib kelaylik. Kayf safoga chorlagan dushmaningiz.